Yengilligidan bir qo'ldan almashiryapti-yu. Yaturaga palatkamız foydasini qarang. Palatkamizda hech qanaqa changish holat bo'lmadi. Endi ko'rsatamiz. Qarang, motor ishlayapti. Tepani havo haydaydi baribir. Agar mana shu bo'lmaganda shunaqa chang chiqayotgan paytda atrofga yoyiladi. Bu keyin tegish ham oson ekanda. Albatta. Ko'ring. Bu yerda qo'ybob setkasi tepasidagi, bu mana mayligini. Bugi cho'pagini 3 ga bo'linganini hisobini olavering. Albatta. 3 ga 4 ga bo'lingan bo'lar ekanda. Mayin holatdagi. Jam mayin holat. Xo'p, endi buni tayida qolib ketdi. Mana. Bu o'sha yirik setkasida chiqarilgan anaqasi. Qo'magan, hozir videoni o'zingizdan qarang. Mana bu. Qo'li quruq tanlamaydi, apparat. Tanlamaydi. Qo'li quruq chiqaradi, bemalol. Aytgan o't bor ekan. Tayyor. Tayyor. Xo'p. Mana shu o'tni olaylik, shuni chiqarib beraylik. Oling. Xo'p. Mana ho'l o't. Qop-qora elakda qilmadi. Ho'l o'tni ham chiqaradi deganlar. Endi nimaga ho'l o'tni ko'pchilik mol oldi uchun tashlasa kerak-ku, lekin poyalarda, yantoqlari, sholipog'ali chiqaraveradi-da, ketdi. Mana shu ho'l o'tni ham chiqarib beramiz. Qani? Ho'l o'tni chiqarishni juda ko'ramiz. Bo'ling. To'xtatib, qarab qo'ymaymi? Setkasidan Cho'z. Ko'chirib. Ko'ryapsizmi? Suvori, maydan atadi. Ashuna qilib olgan o'tni ozgina somon arasini chiqarsa, tayyor silos. Ko'ring. Zo'r. Bu palatkan olib tavsiya qilamiz. Endi bu yerda donli mahsulotlar chiqarib beramiz. Donli mahsulotlar chiqarib beramiz. Xo'p, donli mahsulotlarimizdan uqalangan makka bilan donli holatdagi sutali makkamizni chiqarib beramiz. Mana. Hop, shuni chiqarilgandagi holatni ham ko'rsatamiz. Bitta holatini ko'rsatyapman. Bismillah. Mana bu holatni ko'ringlar. Bitta apparatini shu hamma vazifani bajaradi. Go. Burası. Ha. Endi arkaga bor. Ketin. Go. O'zim ko'rsatib berdim. Juda ham mayin qo'yibdi-yu. Bu kepakka aylantirib qo'yibdi-yu. Akaga qo'yib shu mana holatga chiqarib beradi biz apparat. Albatta. Endi mana sutali holatlar. Sutali holat. Setkamizni olib qo'yamiz. Mana magaga holat. Bug'doy, arpa maydalayveradi. Molga ham, qo'yga ham, otga ham hammasiga ketadi. Temiz. Yorma holatda ketganmiz.
Qadrdonlar, shunday joyimiz mumkin. Mana yorma holatdagi. Yo'q. Yorma holatga keltirdi. Ana apparatlarni sizlarga ko'rsatdik. Xudo xolasa, bu asosiy kitob shanasi ko'rsatib-ku, chorvaga nima kerak bo'lsa. Albatta. Sholipoxol, yantoq, makajo'xori, bug'doy, Chiqarib berilaveradi. Ho'l quruq uni talab qilmaydi. bilaman. O't tanlamas, to'k tanlamas. Albatta, ho'l tanlamas, to'k tanlamas, xudo xolasa chiroyli qilib aloqaga chiqishaveradi, ovorib ishlatib, hech qanaqa oldindan to'lovimiz yo'q. Ovorib sinovdan o'tkazib beramiz, keyin to'lov bo'ladi. Ungacha hech qanaqa to'lovsi yo'q. Baraka topinglar. Xudo xolasa duoda bo'lishaversin. Doirasi duoda bo'lib, padeshkada bo'lib, lak bosib, qo'llab-quvvatlab tursa, gap. Boshida aytib o'tgan gaplarimiz doirasi bo'ladi. Agar 500 ta lak bo'ladigan bo'lsa, bitta dravkani keyingi videomizda xudo xolasa bepulga beramiz. Agarda 2000 ta lak bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 2000 ta lakka umra yo'llamasini qo'ydik. Xudo xolasa xalqimiz duoda bo'ldi, padeshkada bo'ldi, shunchalik bo'ldik. Sizga hammaga kerak, lekin sizga kerak bo'lmasa kimgadir. Albatta. Shu uchun ham bitta like, shuna ko'cha like, bitta narsa. Tirs bosinglar, xudo xolasa. Manfaatli mavzu videolik bo'ldi. Ortiqcha, masalan, tayyorlarsiz. Bo'lmasa apparatimiz bilan biz ko'rsataylik. Apparatimiz bilan xalqni mehmon qozonaylik. To'g'rimi? Iloyim menga chiqsin.